Hozircha jahon chempionatida baribir Kylian Mbappe asosiy figura bo'lib turadi. Xabi Alonso hamma talashgan yangi 1 yil davomida bironta qarshi hujumdan gol o'tkazib yubormagan Bayer Leverkusen. U yosh iqtidor va hamma Realga hayron bo'lyaptiki, Real endi bundan buyon o'zgaradi. Zamonaviy futbol tarafdori Barselona ham yutyapti. Darvoqe Barselonani ham o'yin tomonlama Chempionlar Ligasining guruh bahslarida yutyapti. Yana hamma shokda. Bu Chelsea rostdan ham furor ko'taradi. Kylian Mbappe hamda Parij hikoyasi. Bu qiziq hikoya. 26-yil deganda shu voqeani eslaymiz do'stlar. Chunki PSG 2 karra Chempionlar Ligasi sohib bo'ldi. Va 2 karra Chempionlar Ligasini yutishida Kylian Mbappe uning safida yo'q edi. Mbappe esa aynan Parijdan ketar ekan, yigitlarga qarab turib, men endi kuboklar yutmasam bo'lmaydi. Men sizlardan o'sib ketdim, Realga boraman va Chempionlar Ligasini nihoyat yutib olaman deb ketgan bo'lsa, 2 yildan beri u nainki Chempionlar Ligasini, balki boshqa kuboklarni ham Real bilan yenga olmayapti. Ammo qiziq bir paradoks borki, Real Madriddagi 2 yil to'prar bo'layotgan futbolchi Kylian Mbappe, El Clasico'larda eng ko'p gol urayotgan futbolchi Kylian Mbappe, jamoaning juda ko'p o'yinlardagi MVP, eng yaxshi futbolchi Kylian Mbappe. Ko'rinishidan Kylianda ayb yo'qdek. Lekin Kylian hamda tizimli futbol o'rtasida kelishmaydigan nuqta borki, buni aynan Parij faoliyatida ko'rsak bo'ladi. Ya'ni u faqat Realga kelib turib, Parijda hech narsa davom etmaganda-da, Realga kelib turib mana shu voqea bo'lganda sezmay qolishimiz mumkin edi, lekin Parijda bu narsa ko'zga tashlandi-da. Parijda bu narsa Luis Enrique davrida butunlay boshqa tomonga yo'nalish oldi. Nima bo'ldi ko'rdingiz? Kylian Mbappe ketgandan keyin jamoaning yulduz futbolchilari, lider futbolchilari, yaxshigina pulga sotib olingan futbolchilari tinimsiz yugurishni boshlashdi. Intensiv futbol kuzatdik PSJdan va oxiri Luis Enriquening o'zi ham yorildi. Men jamoaning o'yinini o'ziga bo'ysundirib oladigan futbolchi bilan xayrlashdim va keyin jamoani o'zimga bo'ysundirdim dedi. Endi mening izmimdagi futbol bo'ladi dedi. Rostdan ham 2 yildan beri Parij Yevropani titratyapti. To'g'ri aytishingiz mumkin, Arsenal bilan bo'lgan uchrashuvgacha ham, undan oldingi uchrashuvlarda ham Parij o'zining ligasida dam olib juda ko'p berilgan imkoniyatlardan foydalanib g'olib bo'ldi deyishingiz mumkin. Undan oldin ham shunaqa edi. Undan oldin ham Parij o'sha chempionatda qatnashardi, o'sha chempionatda dam olardi. Endi tayminglarni to'g'ri qo'yishni boshladi. Bu haqda ko'p gapirdim. O'sha Prime Florentino Perez bo'lib beryapti deb aytib o'tdim-ku, Xelayfi qilgan xatolarni tushunib yetdi va yangi juda kuchli murabbiyni taklif qilib turib unga qo'yib berdi. Unga qo'yib berish asnosida jamoaning oxirgi magikan yulduzi bilan ham bemalol xayrlashdi. U Neymar hamda Messi ketgandan keyin baribir Mbappe turgan edi. Mbappe fransiyalik futbolchi, o'ziniki deyarli. U bilan xayrlashgandan keyin ishlar yurishib ketdi va mana bu tomonda Real Madrid Kylian Mbappe bilan hech narsa yuta olmayapti. Endi hammasiga Mbappeni aybdor qilishimiz noto'g'ri, lekin faktlar baribir aldamaydi. Va baxtiga hozir Kylian Mbappening baxtiga jahon chempionati boshlanyapti. Jahon chempionatiga Kylian baribir Fransiya terma jamoasining asosiy futbolchisi bo'lib kelyapti va bilasizmi, endi bu yerda solishtiruvlar bo'lmaydi. U Fransiyada o'ynaydi. Terma jamoa masalasida uni narigi tomonda solishtiriladigan ikkinchi u bo'lmaganda qanaqa bo'ladigan degan jamoa yo'q. Va Deshamning futboli aynan Mbappega moslashgan futbol. Umuman Fransiya terma jamoasining aksar futbolchilariga moslashgan futbol. Bemalol qarshi hujum, o'tdan tez yuguradigan futbolchilar, Barkalasi ham, Dembelesi ham, Duesi ham, Olisesi ham, hammasi bemalol qanotlardan ham qochadi, markazdan ham qochadi va ularning ichida istalgan paytda avtobusni buzishda eng zo'r futbolchilardan biri Kylian Mbappe harakat qiladi. Endi juda ham qiziq tomoni 3-mavsum nima bo'ladi? 3-mavsum qaysi murabbiy Madridning Real klubiga keladi va Kylian Mbappe bilan qora an'anani qanday yo'qqa chiqaradi? Buni albatta jahon chempionatidan keyin ko'ramiz. Hozircha jahon chempionatida baribir Kylian Mbappe asosiy figura bo'lib turadi va mabodo Fransiya yuqori o'rinlarni qo'lga kiritadigan va Mbappe super mavsum o'tkazadigan bo'lsa, mana bu 1 oy ichida
O'ylashimcha 2 yilni sal esdan chiqarib turamiz. Klublar miqyosidagi uchrashuvlar baribir jahon chempionati oldida bir chetga tushib ketadi. Lekin 3-mavsumda Kylian Mbappe yana harakat qilish kerak bo'ladi. Yana Parijga nimalarnidir isbotlashiga to'g'ri keladi. Parij esa isbotlaydigan narsasi qolmadi. Yana xuddi shu taymingda aprelga jamoani yaxshilab hozirlab olib kelish ishlarini davom ettiradi. Juda qiziq hikoya va bu hikoya qiziq tomoni tugagani yo'q, davom etmoqda. Lekin men Arsenalning chempionligini baribir birinchi o'ringa qo'ymadim. Agar Chempionlar Ligasida Arsenal g'oliblikni qo'lga kiritganda shubhasiz biri bo'lardi. Chunki Yevropani titratdi va mana bu Angliya Premier Ligasi dunyodagi eng zo'r ligani g'olibi bo'ldi deylardi. Endi fakt nuqtai nazaridan PSG chempion bo'ldi. Mavsum avvalida esingizda bor. Mavsum boshlanyapti. AQShda klublar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lyapti. Hamma taraddud ko'ryapti. Real yangi murabbiy bilan boryapti. Va u murabbiy bilasiz kimligini. Xabi Alonso. Hamma talashgan yangi aniq uslubi bir boshqacha, hatto o'sha paytida Bayer Leverkusenda do'stlar 1 yil davomida bironta qarshi hujumdan gol o'tkazib yubormagan Bayer Leverkusen, pressingi ajoyib tarzda amalga oshiriladigan Bayer Leverkusen, Bavariyadan chempionlikni olib qo'ygan Bayer Leverkusen va butun mavsumni mag'lubiyatsiz seriya bilan yakunlagan Bayer Leverkusen ustozi kelyapti. U yosh iqtidor va hamma Realga hayron bo'lyaptiki, Real endi bundan buyon o'zgaradi, zamonaviy futbol tarafdori, bu yangicha Realni ko'ramiz deyapmizda va mavsum rostdan ham shunaqa boshlanyapti. El Clasico'ni Real fenomenal tarzda yutib olyapti. O'yin tomonlama yutib olyapti. 2-1 natija, penaltidan ura olmadi Mbappe. Lekin umumiy o'yin esingizda bor. Bu Real Barselonadek ajoyib o'yin qiladigan klubga umuman haligi to'p nazoratiga ham imkon bermagani, keyin liniyalarni to'sib tashlaganligi bu Xabi Alonsoning katta ish olib borganini ko'rsatadi. Shunaqa boshlandi va mana bu tomonda Chelsea. Maresca boshchiligidagi ajoyib Chelsea. Hamma bu jamoani odam qilib bo'lmaydi deganda Maresca kelyapti-da, tartibga tushiryapti, asosiy tarkibni belgilab olyapti. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida PSJni Chempionlar Ligasini yutgan bo'lib turib, bu o'yinga uncha, bu turnirga uncha e'tibor, lekin finalga chiqib bo'lgan edi. PSG eng asosiy jihati nima? Finalga chiqib bo'lgan PSG edi. Bitta uchrashuvda borini berishi kerak bo'lgan PSG edi. Lekin shu PSJni Maresca do'stlar, o'yin tomonlama, taktik tomonlama, aldab, avrab, umuman oyog'ini osmondan qilib turib mag'lub etyapti 3-0 hisobida. Wow! Endi mavsum boshlanyapti. Biz Chelsea nima deyapmiz? Chempionlik uchun da'vogarlardan biri. Maresca jamoani xuddi shu tartibda olib boradi va italiyalik mutaxassisning eng yaxshi jihati nima deyilsa, katta o'yinlarni bemalol yuta oladi va Angliya Premier Ligasi katta o'yinlar ko'payib ketyapti. Katta o'yinlarni hal qilib boradigan bo'lsa, mayda uchrashuvlarni bir amallaydi. Ishonchimiz komil deyapmiz-da baribir. Lekin Maresca mavsumni yomon boshlamayapti. Keyin esa bitta voqea sodir bo'lyapti. Barselona ham yutyapti. Darvoqe Barselonani ham o'yin tomonlama Chempionlar Ligasining guruh bahslarida yutyapti. Yana hamma shokda. Bu Chelsea rostdan ham furor ko'taradi. Xuddi narigi tomonda Realga aytilayotgan ta'riflar, bu tomonda Chelseaga aytilayotgan ta'riflar, ikkalasi ham Barselonani yenggandan keyingi taassurot wow va bu yoqqa butunlay boshqa tomonga ketish, bir xil ketish. Chelsea ko'rdingiz, Maresca bilan ishkal, aralashuv, boshqa, keyin Maresca Manchester City bilan gaplashib qo'ygan degan gap so'zlar bor. Shundan keyin unaqa murabbiylik salohiyatini haligi o'rtacha ishga solayotgan murabbiyni ko'ryapmiz. Natijalari ham hamin qadar ketdi, dabdalashib ketdi va oxir-oqibat Marescani ishdan olishdi. Maresca o'zi bilib turib, intervyularda qattiq gapirib turib, ketishga ishoralar berib turib, o'zini ketkazdi. Biramallab o'zi ketib oldi. Chunki tovon puli to'lashlari kerak edi. Mana bu tomonda esa xuddi shunaqa ssenariy. Xabi Alonso yutqazyapti Barselonaga Jiddada o'yinni va undan oldin boshlangan voqealar shungacha yetaklab keldi hammasini.
Nima voqealar desangiz, rahbariyat umuman Alonsoni qo'llamayotgani, futbolchilarni, erkatoy futbolchilarni yonini olayotgani borgan sari har bir uchrashuvda aks etayotgan edi va dekabrdagi o'yinlarni, Realning o'yinlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u yerda Xabi Alonsoning qo'li yo'q edi. Bo'ldi, jamoa qulay uslubda o'ynalaring, o'zlaring bilasanlar deb o'ynalayotgan o'yinlar edi. Va u oxir-oqibat Super Kubokda o'z aksini ko'rsatdi va Xabi Alonso o'zi ketdi. Qarangda voqeani, Maresca deyarli o'zi ketyapti. Ali ongli ravishda isyon qilib turib o'zi ketyapti, chunki joy aniq, bu jinnixonada ishlab bo'lmaydi, bu rahbariyat bilan umuman kelishib bo'lmaydi. Bular menga jahon chempioni qilsam ham hech qanaqa transfer qilib berishmadi. Keyin yomon tomoni transfer siyosatiga umuman aralashtirishmayapti. G'alati odamlar kiyim almashtirish xonasigacha kirib kelib, taktikaga ham aralashishadi. Bunda ishlab bo'lmaydi dedi, Maresca ketdi. Xuddi shunaqa voqea Xabi Alonso bilan sal boshqacharoq ko'rinishda aks etyapti. Ya'ni Xabi Alonsoga imkon berilmayapti. Xabi Alonso himoya qilinmayapti, kafolatlanmayapti. Ana u yulduzlar erkalangani sayin erkalanishyapti. Oxir-oqibat isyonkorlar Xabi Alonsoning ketishiga sabab bo'lishyapti. Yangi murabbiy kelyapti, Rasinyor bu tomonga ko'rdingiz, Arbeloani qo'yishyapti. Bu yog'i endi mavsumni yakunlab qo'yishimiz kerak. Bir narsa bo'lar deb ketyapti. Orada Arbelo otib qoldi, Mbappe yo'q paytida. Lekin bu oniy chaqnash edi. Keyin hammasi yana iziga qaytdi, joyiga tushdi. Real Bavariya bilan yaxshi mag'rur chiqib ketgan bo'lsa ham, baribir Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi. Bironta sovrinsiz qoldi, eng muhimi, bironta sovrinsiz qoldi. Chelsea ham xuddi shunaqa holat. Chelsea finalda City bilan yaxshi o'ynab bergan bo'lishi mumkin, lekin baribir sovrinsiz qoldi. Sharmandali 10-o'rin bilan mavsumni yakunladi va bu qismatlar deb ataganimning asosiy sababi hozircha Realga kim kelishi noma'lum. Mourinho deb turishibdi. 7-iyunda saylov natijalaridan keyin ma'lum bo'ladi. Realni qo'ya turaylik. Chelsiga mavsum tugagach Xabi Alonso kelyapti. U hikoyamizni boshidagi rol o'ynagan qahramon oxirida yana paydo bo'lyapti. Endi Chelsida paydo bo'lyapti. Liverpool esa bundan darg'azab holatda Slotni o'sha paytda iste'fosini e'lon qilmayapti-da. Mana bular olib olsin. Mayli Chelseada faoliyatini davom ettirsin, biz uni o'zimizda ko'rishni istamaymiz deb turib, sal o'tib ketkazib Iraolarni e'lon qilishyapti. Lekin Chelsea bilan Realning hikoyasi shunaqa o'xshash holatda, yana mana shu joyda bosh qahramon bo'lgan Xabi Alonsoning endi qirg'oqning bu tomonda paydo bo'lib qolishi juda ham qiziq hodisa. Siz ham bu hikoyaga qoyil qoldingizmi? Men anchadan beri qoyil qolib kelyapman. Shuning uchun mavsumning eng asosiy voqeasi sifatida qayd etdim. Chunki bu yerda haligi bosh qahramonlar ko'p, salbiy qahramonlar ko'p. Ular bilan kurashib vafot etayotgan qahramonlar bor. Lekin oxir-oqibat baribir qanaqadir adolat tantana topayotgandek. Chunki Xabi Alonso endi menimcha aqli kirgan rahbariyat qo'l ostida. Ishonish qiyin, lekin nimadir qilishga urinib ko'radi. Endi bu yerda ham bo'lmasa, bilmadim. Men shu lahzada sizlar bilan xayrlashaman. Bu videoni qadrlang, like bosing, do'stlariga jo'nating. Ko'rishguncha.